Bugun ajoyib suhbat bo'ladi. Bizni uyimizda bo'lgan to'y haqida Ibrohim Muvahhid, yana bitta troll bu masalani qo'yib bir xil fikr bildirishyapti. Ibrohim Muvahhid Havorij, payg'ambar alayhissalatu vassalom hadislarida kelganidek, kilobun nar, yuzi berk bola. Endi charchoqdan chiqdim, qiz uzatdim, qiz. Qiz uzatdim degani o'zimni, ya'ni qizim Mas'ud. Charchoqdan chiqdim, qiz uzatdim. Charchoqdan chiqdim, qiz. Bravo. Bravo. Bu yolg'onchi saroy mullasi qiz uzatdi, qiz. Uyda qiynalgan talaba qizni to'yini o'tkazib berdim deb mehribon ota rolini shunaqa o'ynab qo'ydiki, anu Krasnoy Otesdagi Al Pacino o'sha kundan beri o'zini o'zi la'natlaydi. Endi savol, bu saroy mullasi Ashror rostdan qiz uzatdimi yoki bo'lmasam o'zini to'yini o'tkazdimi? Bu xalq yaxshi biladiki, qachonki men gapirsam, oyat va hadisdan dalillar bilan, voqelikni dalillar bilan ochib tushuntiraman. Ey Ashrorga ergashayotgan ko'rmuridlar, ey haqni izlayotganlar, vallohi bu saroy mullasi sizlarni aldadi. Bu o'zini to'yini o'tkazdi va buni sizlarga dalillab beraman. Voqeani ozgina orqadan boshlaymiz. Qachonki bu saroy mullasi Misrdan Mo'mina ismli mushrikaga uylangan vaqtda mahr pulini bermadi. Hattoki Ashrorning qaynonasi bilan qaynotasi yonidan xarajat qilib Namanganda to'yini o'tkazib berdi. Ashror bir so'm pul ishlatmagan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deyishingiz mumkin. Dalilli Ashrorning qaynonasidan eshitamiz bo'lmasa. U kishi gerdayib kuyov bo'lib keldilar. Yuzlari ham chidayverar ekan, unaqa to'q bermasalar ham qiz bolalar aksariyat. To'yda o'zingizlarni hisobinglardan qildinglarmi? Ha, kim u kishi beradi? Odam kuldirasiz. Yo'q, ko'ryapsizmi? Bu pas o'zini to'yiga pul sarflamagan birovni butun boshli to'yini o'tkazib beradimi? Subhanalloh. Alloh. Birovni oilasiga qo'shilmagin, birovni oilasini gapirmagin. Nima qilasan ustozimiz oilasiga qo'shilib? Birovni oilasiga qo'shilishga uyalmaysanmi? Tinch qo'y birovni oilasini. Yuvosh. Esingdami 2021-yili Fozil aka qamalgan vaqtda masjidda butun ommani oldiga chiqib Fozil akani haqorat qilgan, Fozil akani onasini zoniyalikda ayblagan sizlarni saroy mulla emasmidi? Ha, aytgancha mehr operatsiyasi bilan Suriyadan bir oila olib kelinganda bolasi kimdanligi noma'lum deb uni haqqiga tuhmat qilib nomusiga til uzatib zoniyalikda ayblagan sizlarni imom emasmi? Shu sharmanda Ashror emasmidi? Nima u boshqalarning oilasini gapirishi mo'jna, bizga astarojnami? Mana bu so'zlarim sendagi savol beruvchilarning hammasiga tegishli. Tushunarlimi? Salomat. Endi masalaga qaytamiz. To'y 100% Ashrorning to'yi bo'ldi. O Don Kixot, xotin qo'li byaxga. Mana bu taniyapsan, bu seni psixolog xotining. Makkada qo'l ushlashib, bir-biringa sevgi izhor qilib, pus-pus qilib yurgan psixolog xotining. Buni hozir talog'ini bergansan. Adashib ketdim. To'ychi sen talog'ini bergan. O xotin quli. Ikkita xotining kundoshlar o'zaro urushadi-da. Sohiba ismli psixolog xotining Mo'min ismli yaqinda to'yida bo'lgan xotiningga aytadi. Bechara ikkita bolali bo'psan-u, oq kiyim, oq fata kiymagansan dedi. Sen gul berib turgan xotining seni Mo'min ismli xotining bo'ladi. Mana sallaga duo berayotgan seni qaynating bo'ladi. Ismi Muhammad. Bundan 2 yil oldin bergan intervyusini ko'rsang, yaxshiroq taniysan. Seni qanaqa iflos odamliging haqida, past odamliging haqida ma'lumot berib ketgan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, shu bizniki ham Abror Muxtor Ali amaldorlarning bittasilar. Xohlaganlarcha qaynalarini haqorat qilibdilar. Shuni o'zingiz bir ko'rib nazoratingizga olsangiz, iltimos qiladim. Seni talog'ini bergan sohiba ismli psixolog xotinining gapi mana bu oq kiyim kiygan Mo'mina xotiningga alam qiladi-da. Agar mamini talog'ini bermasang, psixologga talog'ini bermasang, sharmandangni chiqaraman dedi. Va sen bechara anu psixologga talog'ini berib yuborasan. Sen ikkita bolali ayolingga boshqatdan uylanding. Endi savol. Sen men qiz uzatdim deganingda o'zingni xotiningni nazarda tutdingmi? Savolni qaytaraman. Sen men qiz uzatdim deding. Bunga butun xalq guvoh. Shunda sen o'zingni xotiningni kimgadir uzatdingmi, Dayus? Yo'q, men xotinimga boshqatdan uylandim desang, to uylanguningcha mana bo'lgan ikkita bolang valadi zino bo'ladimi unda? Yo'q, men to'g'ri tushunardim agardaki men bir vaqtlar mana Yahudi nasroniylarning oq fatasini kiyg'izib to'y qilib bera olmagan edim. Shuning uchun boshqatdan to'y qilib berdim desang,
Bu xalq to'g'ri tushungan bo'lardi, lekin nimaga sen bu xalqni aldading? Mani to'yim bo'lmadi, qiz uzatdim deding. Uyimdagi sinimni dugonasini uzatdim deding. Nimaga bu xalqni aldading? Shunisi muhim. Bir vaqtlar qila olmagan edim deyishdan seni nima to'sdi? Nimaga o'zingni mehribon ota rolida ko'rsatib bu xalqqa aldading? Hozir seni butun xalq, bo'lib ham ko'r muridlaring, voy bechora ustozimiz qiynalgan bitta qizni uzatdilar deb yuribdi. O tupoy. Sen o'zingni xotiningga, ikkita bolasi bor xotiningga boshqatdan uylanding. Ana endi sobiq psixolog xotiningni yozgan xatiga e'tibor beramiz. Men bu eshak ashrori bilan uji birga yashamayapman. Bolamni otasi bo'lgani uchun jim turibman. Bular xalqi qatgacha aldib borar ekan bilmadim. Dalillari bilan buni isbotlashga aqlim yetadi va seni fata kiygan xotiningga qarata aytadiki, "O mu'mina, tuhmat qilmaganingda bu narsalarni qo'ymas edim. Oq ko'yni kiyish niyatiga yetishding endi. Men oq ko'yni kiyib, erga tegib, keyin farzandli bo'ldim. Sen esa salkam 3 ta bolali bo'lib, endi oq ko'yni kiyding, jonginam" deb turib qovus ichida yozib qo'yadi. Tushundinglarmi endi voqelikni ey xalq? Ana endi e'tiboringlarni dalillarga qaratinglar. Mana bu oq ko'ylak Fatadagi Ashrorning Mo'mina ismli mushrika ayoli. Sen ikkalaringga oq fotiha berayotgan qaynota bo'ladi. Agarda o xotin quli, eshak, sen qiz uzatganingda sen fotiha bergan bo'larding. Sallani to'ying bo'lyaptiki, qaynotang kelib senga fotiha beryapti. Ming afsuski, bu haqiqatki to'yda Mo'minani onasi ishtirok etmadi. Chunki Mo'minani onasi Ashrorga ham o'zini qiziga ham tupurib qo'ygan. Uni ustiga agarda bu saroy mullasi qiz uzatganida nomahramni qo'lidan ushaydimi? Kiyov qanaqa bir dayus ekan bo'lmasam subhanalloh. Bu o'zini xotini Mo'mina ismli mushrika ayoli bo'ladi. Ana endi shariatimizda Yahudi va Nasroniylarning odatiga aylangan to'ylarda fata kiyishi hammamizga ma'lum. Bizni dinimizda fata kiyishi joizmi, joiz emasmi? Yahudi va Nasroniylarning odatiga ergashish dinimizda taqiqlanadi. Chunki Alloh azza va jalla ularni kofir deb atadi va ularni hayvonga tenglashtirdi. Inhum illa kal an'ami bal hum adol. Ular, ya'ni kofirlar, hayvondan farqi yo'q dedi Alloh azza va jalla. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, u o'shalardandir. Ana endi yurtimiz boshiga ko'taradigan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga 2013-yil mana bu savolni berishgan. Lekin bu savolning javobini kunimizda berkitiladi. Tepada tanishlar bo'lgani uchun bu savolning javobini ochib berishdi. Savol quyidagicha, qisqa qilib aytganda, aka-uka kelisha olmagandan keyin ukasi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga Zikr ahlidan so'rang saytiga savol yo'llaydi. Men bir qurilish qildim. Birinchi etaji kompyuterxona, ikkinchi etaji kelinlar kiyimi, fata sotadigan joy qildim. Akam bu topganning senga harom deb aytdilar deb Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga savol yo'llaydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf esa akasi haq. Ya'ni buni ortidan kelgan daromad sizga harom deb javob beradi. Ana endi diqqat qiling. Bu fatani sotish joiz emas ekan. Hattoki bu kiyimlarni ijarasi uchun joy berish harom hisoblanar ekan, bu kiyimni kiyish halol hisoblanadimi? Ey Yahudi ashror, xotin quli, Alloh seni bundan da sharmanda qilsin. So'zimni so'ngida sizlar boshingizga ko'tarayotgan abror muxtor Yahudiga savol bilan yuzlanaman. Bu xalq sendan javob kutadi. Sen "Men qiz uzatdim, qiz" deganingda o'zingni xotiningni nazarda tutdingmi? Bu bir. 2. Sen o'zingni xotiningga boshqatdan uylanding. To bu uylanguningcha o'rtingda nikoh bormidi yoki u bir vaqtlar urushib qolganinglarda seni xuluq qilgan edi, esingdami? Buni butun xalq biladi. Mana shu xuluq qilgandan keyin endi boshqatdan uylandingmi? Agarda ha boshqatdan uylandim desang, to uylanguningcha xuluqdan keyin seni 2 ta bolang bo'ldi. Ular valadi zina bo'lib qoldimi shunda? Yoki haqiqati tan olgan. Men bir vaqtlar fata kiyg'izib to'y qilib bermagan edim. Shu sababda men xotinimga boshqatdan to'y qilib berdim desang, bu xalq seni to'g'ri tushunadi. Faqat bitta savol yana. Nimaga xalqni aldading? Men uylanmadim, to'y qilmadim, qizimni uzatdim, uyimdagi sinimni dugonasini uzatdim deb nimaga xalqni aldading? Savollarimga butun xalq sendan javob kutadi. Sen ham Qur'on jihatdan, ham hadis tarafdan, ham o'zingni ustozing Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga teskari kelgan holatda xor bo'lding, xor. O'shancha birovlarning oilasiga ko'p burningni tiqmagan. Sharmanda xotin quli.
içimde parçalıyordu. En büyük put denilirse onun hesabı bizlerde soruldu. Şirkehleri seyretemen eğlencesinden bak dönüvermekte. İbrahim denilen bir genç putları bir yere sermekte.